Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Faton avtomobilimizni izotermik furgon qilib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham ideal chiqdi. Anaqasiga uzun bo'yiga 1.90, buyog'iga eniga 3.35 bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin, vashi ideal chiqdi. Orqa eshiklarini ko'ring. Ichi ham oppoq, vashi chiroyli bo'ldi. Tuxum chakalarimizga ekan, tuxum tashiydi ekan bu mashinada. Yoniga bitta eshik qilib berdik. Yon eshigi ham bor. Har doimgidek gaz uстановkalarini ham qilib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin, bitta 80, bitta 90 talik balon uстановka qilib berdik. Vashi ideal chiqdi. Ishlar qanday? Yoqdimi sizga? Mana biz Gulistondan shu yangi yo'lga kelib izotermik nima qildirdik, bort qildirdik. Menga yoqdi, ko'nglimdagiday bo'ldi. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi, xudo olsa? Boshqalarga ham tavsiya qilaman. 3 kun bo'ldi, 3 kunda bolalar yaxshi ishlab, ko'nglimdagiday qilib berdi. Rahmat sizlarga. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mana avtomobilimiz 25 million so'mga bitdi. Xudo olsa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar.